Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan har bir pensiya oluvchi uchun ayniqsa aprel oyida juda muhim bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Ko'pchilik bu haqda hali ham bilmaydi. Ammo bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. So'zimizning boshida aytib o'taman. Bu ma'lumot sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu siz uchun juda foydali va muhim bo'ladi, bunga aminman. Keling, muammoning o'zagiga sho'ng'iymiz. Oldinlari pensiya tizimida ko'pincha umumiy indeksatsiyalar va ba'zi bir toifadagi fuqarolar uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlar mavjud edi. Bu to'lovlar odatda inflyatsiya darajasini qoplashga yoki aholining ayrim qatlamlarini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan edi. Ammo bugungi kunda vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va farmonlar tufayli pensiya tizimida o'ziga xos o'zgarishlar yuz berdi. Ayniqsa, aprel oyidan boshlab amalga oshirilishi kutilayotgan bir qator qo'shimcha to'lovlar to'g'risidagi qoidalar ko'pchilik uchun noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu qo'shimcha to'lovlar umumiy pensiya oshirishdan farq qiladi. Chunki ular ma'lum bir mezonlarga javob beradigan pensionerlarga maqsadli tarzda ajratiladi. Ya'ni bu oshirish har kimga ham tegishli emas, balki aniq belgilangan shartlarga ega bo'lganlarga beriladi. Bu esa ushbu masalani yanada dolzarb va tushunarsiz qilib qo'yadi. Endi esa kimga bu qo'shimcha to'lov tegishli, kim xavotirlanishi kerak va kimga bu taalluqli emasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qo'shimcha to'lovlar asosan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan. Bu faqatgina pensiya miqdori past bo'lganlarga emas, balki aniq mezonlar asosida tanlab olingan guruhlarga beriladi. Birinchi navbatda nogironligi bo'lgan pensionerlar haqida gaplashaylik. Agar siz I yoki I guruh nogiron bo'lsangiz va ma'lum bir minimal pensiya miqdoridan kam pensiya olsangiz, sizga qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Masalan, 70 yoshli Oysha bu birinchi guruh nogironi. Uning yoshi tufayli va uzoq yillar paxta dalalarida ishlagani sababli oladigan pensiyasi amaldagi minimal pensiya miqdoridan biroz oshsa-da, uning doimiy dori-darmon xarajatlari va tibbiy xizmatlar uchun har oylik ehtiyoji juda yuqori. Oysha buvi avvalgi qonunchilikka ko'ra nogironlik pensiyasini qabul qilib kelgan. Yangi tartibga ko'ra uning minimal pensiya miqdoridan ozgina yuqori bo'lgan pensiyasiga qaramay, nogironlik guruhi va doimiy parvarishga muhtojligi inobatga olinib 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov belgilanadi. Bu to'lov uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bunday holatda to'lov avtomatik ravishda hisoblanishi mumkin. Ammo hujjatlarni qayta ko'rib chiqish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish ortiqcha bo'lmaydi. Ikkinchi toifa uzoq yillar davlat yoki jamiyat manfaatlariga xizmat qilgan, ammo pensiya miqdori past bo'lgan pensionerlar. Misol uchun, Tokkudi yoshli Ahmad bobo umrining 45 yilini maktabda o'qituvchilikka bag'ishlagan. Uning pensiyasi shu kungacha xizmat staji va ish haqi koeffitsiyentlardan kelib chiqqan holda belgilangan. Biroq sobiq davrlarda o'qituvchilarning maoshlari unchalik yuqori bo'lmagani sababli Ahmad boboning pensiyasi hozirgi ehtiyojlarni qoplashga yetarli emas. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar shunday uzoq stajga ega bo'lgan pensionerning pensiyasi respublika bo'yicha o'rtacha pensiya miqdoridan 21 ga kam bo'lsa, 10 va 2 ming so'm miqdorida qo'shimcha ustama beriladi. Bu shunchaki bir misol, ammo aynan shunday holatlar uchun yangi tartiblar joriy qilinmoqda. Bunda uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar va pensiya jamg'armasidagi shaxsiy fayli asosiy hujjat hisoblanadi. Uchinchi muhim kategoriya boquvchisini yo'qotgan oilalarning pensionerlari. Bu yerda ham ma'lum bir shartlar qo'yilgan. Agar oilada bir nechta voyaga yetmagan bola bo'lsa va ularning onasi yoki otasi pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, lekin oladigan pensiyasi oilaning kun kechirishi uchun yetarli bo'lmasa, ularga ham qo'shimcha yordam berilishi ko'zda tutilgan. Masalan, 6 yoshli Gulnora opa turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin 2 nafar in va 2 yoshli nabirasi bilan yashaydi. Nabiralarning ota-onasi ham vafot etgan. Gulnora opaning pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Bu 2 voyaga yetmagan bola uchun yetarli emas. Yangi tartibga ko'ra, u har bir voyaga yetmagan bola uchun 120 ming so'mdan jami 300 ming so'm qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'ladi. Bu to'lovlar oilaning minimal ehtiyojlarini qoplashga yordam beradi. Bunda bolalarning tug'ilganligi guvohnomalari,
ularning ota-onasi vafot etganligi haqidagi guvohnomalar va oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnomalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu qo'shimcha to'lovlar boshqa aloqa xizmatlari yoki xizmat ko'rsatganliklari uchun ham joriy etilishi mumkin. Masalan, O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan yoki Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun, shuningdek, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar uchun ham alohida ustamalar belgilanadi. Bu toifadagi fuqarolarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar ularning jamiyat oldidagi xizmatlari va sadoqatini e'tirof etish belgisi hisoblanadi. Bu yerda avvalgi pensiya to'lovlari bilan birga yangi qo'shimcha to'lovlar ham amal qiladi. Masalan, 95 yoshli Ikkinchi jahon urushi faxriysi Sobir bobo har oyda oladigan pensiyasiga qo'shimcha ravishda aprel oyidan boshlab 5 million so'm miqdorida maxsus ustama olishi mumkin. Bu uning harbiy xizmatlari va jasoratlari uchun davlat tomonidan ko'rsatilayotgan alohida e'tibordir. Kimga bu qo'shimcha to'lovlar tegishli emas, umuman olganda. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz va sizning pensiya miqdoringiz mavjud minimal pensiya standartlaridan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, ehtimol bu to'lovlar sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Bu qo'shimcha to'lovlar umumiy indeksatsiya emas, balki aniq maqsadli ijtimoiy yordam ekanligini yana bir bor ta'kidlash lozim. Ya'ni, agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal darajaga yaqin bo'lsa, yoki sizning oilaviy ahvolingiz va ijtimoiy holatingiz qo'shimcha ehtiyojga ega deb topilmasa, bu mablag'lar sizga ajratilmaydi. Shuningdek, agar sizning pensiyangizni hisoblashda barcha imtiyozlar va ustamalar allaqachon inobatga olingan bo'lsa, sizga yana bir bor qo'shimcha to'lov ajratilmasligi mumkin. Endi esa qoidalardagi istisnolar, yashirin jihatlar va uncha oydin bo'lmagan nozik nuqtalarga to'xtalamiz. Birinchidan, bu qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanadimi yoki ariza berish kerakmi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Ba'zi hollarda, masalan, nogironlik guruhi aniq bo'lgan pensionerlar uchun yoki uzoq muddatli mehnat staji mavjud bo'lgan ayrim toifalar uchun pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasiga asosan avtomatik hisoblash amalga oshirilishi mumkin. Ammo ko'pgina hollarda, ayniqsa boquvchisini yo'qotgan oilalar yoki alohida xizmatlar uchun ustama olish huquqiga ega bo'lganlar uchun tegishli hujjatlarni taqdim etish orqali murojaat qilish talab etiladi. Nega shunday? Chunki pensiya jamg'armasida sizning oilaviy ahvolingiz, tirikchilik darajangiz yoki boshqa alohida holatlaringiz haqida barcha ma'lumotlar bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun moliy qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatini boy bermaslik uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, muddatlar masalasi. Bu qo'shimcha to'lovlar qancha muddatga beriladi? Ba'zi hollarda bu bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Masalan, bayram arafasida beriladigan maxsus to'lovlar kabi. Ammo aksariyat hollarda bu to'lovlar doimiy xarakterga ega bo'lib, har oylik pensiyaga qo'shib beriladi. Agar sizning holatingiz o'zgaradigan bo'lsa, masalan, nogironlik guruhi o'zgarsa, farzandlar voyaga yetsa yoki ishga joylashsangiz, bu to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning holatingizdagi har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilish muhimdir. Uchinchidan, hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, undagi yozuvlar tartibsiz bo'lsa yoki ba'zi hujjatlaringiz eskirgan bo'lsa-chi? Bu ko'pincha yuzaga keladigan holat. Bunday vaziyatda sizga arxivdan ma'lumotnomalar olish, sud orqali mehnat stajini tasdiqlash yoki mahalliy hokimiyat organlaridan tegishli ma'lumotnomalar yig'ish talab qilinishi mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo bunga arziydi. Unutmang, pensiya jamg'armasi sizning har bir hujjatli dalilingizni talab qilishi shart. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni tartibga solishga oldindan harakat qiling. To'rtinchidan, turli hududlarda farqlar bormi? Ba'zi hollarda mahalliy hokimiyat organlari o'z byudjetidan qo'shimcha ijtimoiy yordamlar ajratishi mumkin. Bu esa federal darajadagi qo'shimcha to'lovlardan farq qiladi va faqatgina ma'lum bir hududda istiqomat qiluvchilarga tegishli bo'ladi. Shuning uchun sizning yashash joyingizdagi mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, hududiy imtiyozlar haqida ham so'rashni unutmang. 5-dan, ko'pchilik bilmaydigan yana bir nozik jihat, agar sizga avvalroq allaqachon biror turdagi ustama yoki qo'shimcha to'lov berilgan bo'lsa, yangi to'lovlar avvalgisini bekor qiladimi yoki unga qo'shiladimi?
Qoidaga ko'ra, yangi joriy qilingan qo'shimcha to'lovlar agar qonunchilikda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, avvalgilarga qo'shiladi. Ya'ni ular umumiy pensiya miqdoriga jamlanadi. Lekin ba'zi istisnolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu masalani pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan aniqlashtirish zarur. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Xo'sh, siz ushbu qo'shimcha to'lovni olish uchun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, ma'lumot to'plang va vaziyatingizni aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirasizmi? Ya'ni siz nogironmisiz, uzoq stajga egamisiz, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosimisiz? Yoki boshqa alohida imtiyozlarga egamisiz? Pensiya jamg'armasi veb-saytiga tashrif buyuring yoki ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, ushbu yangi qo'shimcha to'lovlar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni o'rganing. Hujjatlar ro'yxatini aniq bilib oling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 1. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomangiz. Butun mehnat daftarchangizning asl nusxasi va barcha betlarning nusxasi. Agar u yo'qolgan bo'lsa, ish joyingizdan yoki arxivdan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 4. Nogironlik guruhingizni tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi, agar mavjud bo'lsa. B. Nikoh guvohnomangiz, agar oilaviy holatingizga bog'liq ustama talab qilsangiz. 6. Voyaga yetmagan bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ularning ota-onasi vafot etganligi haqida guvohnomalar, agar boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz. Oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan. Takiz, agar sizda boshqa imtiyozlar bo'lsa, masalan, O'zbekiston qahramoni guvohnomasi, harbiy xizmat guvohnomasi, ularni ham tayyorlang. 9. Bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumot, agar to'lov bank kartasiga o'tkaziladigan bo'lsa. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Yoki zamonaviy usulda davlat xizmatlari markazlari DXM orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. DXM bu yagona darcha tamoyili asosida ishlaydigan tashkilot bo'lib, u yerda ko'plab davlat xizmatlarini bir joydan olish mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va hujjatlar bilan bog'liq ovoragarchilikni kamaytiradi. Ko'pgina hujjatlarni onlayn tarzda ham taqdim etish imkoniyati borligini unutmang. Masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyKagov uz orqali ham dastlabki ariza berish va hujjatlarni elektron tarzda yuborish mumkin. 4-qadam, ariza yozish. Pensiya jamg'armasi yoki DXMda sizga tegishli ariza shaklini berishadi. Arizani to'g'ri va aniq to'ldirish juda muhim. Unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomangiz raqami, qo'shimcha to'lovni talab qilish uchun asos bo'ladigan holatingiz, masalan, nogironlik guruhingiz, stajingiz, oilaviy ahvolingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Agar biror qismini to'ldirishda qiynalsangiz, mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga albatta yordam berishadi. 5-qadam, arizangizning ko'rib chiqilishi va natijasi. Ariza topshirganingizdan so'ng uning qabul qilinganligi haqida kvitansiya oling. Arizangizni ko'rib chiqish ma'lum bir muddatni oladi. Odatda 25 ish kunidan 30 ish kunigacha. Bu muddat ichida sizning hujjatlaringiz tekshiriladi. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning holatingizni baholashadi. Agar sizning arizangiz ma'qullansa, sizga qo'shimcha to'lov belgilanganligi haqida xabarnoma keladi va to'lov keyingi pensiya bilan birga to'lanadi. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma ravishda ko'rsatilgan javobni talab qiling. 6-qadam. Rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar sizning arizangiz rad etilsa, tushkunlikka tushmang. Rad etish sababini sinchkovlik bilan o'rganing. Balki ba'zi hujjatlar yetishmayotgandir yoki sizning holatingizda biror bir noaniqlik bo'lgandir. Sizda pensiya jamg'armasi qarori ustidan yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqi mavjud. Bunday vaziyatda huquqshunos maslahatiga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pincha kichik tushunmovchiliklar yoki hujjatlarda kamchiliklar bartaraf etilgach, ijobiy natijaga erishish mumkin. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, aprel oyidan boshlab amalga oshiriladigan ushbu katta qo'shimcha to'lovlar haqidagi ma'lumot juda muhim va ko'pchilik uchun hayotiy ahamiyatga ega. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki aniq bir ijtimoiy siyosatning natijasi bo'lib, muhtoj pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ko'pchilik bu imkoniyatdan bexabar qolishi mumkin, ammo siz endi xabardorsiz. Shuning uchun vaqtni bo'y bermang. Bugunoq pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib,
o'z huquqlaringizni amalga oshiring. Hujjatlaringizni to'g'ri tayyorlash va tartib bilan harakat qilish sizni kutilgan natijaga olib boradi. Bu videoni o'z qarindoshlaringiz, do'stlaringiz va ayniqsa pensioner tanishlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Axir sizning yordamingiz tufayli kimdir muhim qo'shimcha pul to'loviga ega bo'lishi mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun ushbu qo'shimcha to'lovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.